Salom, men kimman va nima uchun ismimni tanladim? Salom, meni ismim Gulizar, sahifamga xush kelibsiz. Qarshi shahrida xotin-qizlar ichida eng birinchilardan bo'lib SMM sohasini olib kirgan va kichkina shaharda ham bemalol shu sohada rivojlanish mumkinligini isbotlay olgan yagona SMM menejeriman. Men ijtimoiy tarmoqlar orqali bizneslarga, shaxsiy brendlarga va blogerlarga o'sishda yordam beraman. Bundan 3,5 yil oldin aynan SMM sohasini tanlaganimning sababi oddiy. Bu ish menga doimiy o'sish, rivojlanish, ijodkorlik va odamlar bilan birga ishlash imkoniyatini beradi. Har bir yangi proyekt bu yangi sinov, yangi ijodkorlik va yangi g'alaba. Sahifamda challenge boshladim. 30 kun davomida bilim tajribalarim asosida foydali kontentlar joylab boraman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, boshladik.